Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar va aziz mehmonlar. Joriy yilning 20-may sanasidan boshlab mamlakatimiz bo'ylab yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha dolzarb 30 kunlik tadbirlarga start berildi. Ushbu tadbirlarda keng qamrovli yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Asosiy maqsad yong'in xavfini oldini olish, fuqarolarning xavfsizligi va osoyishta hayotini ta'minlashdan iborat. Tadbirda quyidagi asosiy yo'nalishlarni qamrab olinadi. Birinchi yo'nalish bozorlar, yirik savdo majmualari, o'ta muhim toifaga kiruvchi iqtisodiy obyektlar, yonuvchi va portlovchi moddalar saqlanadigan joylar, shuningdek, odamlar ko'p to'planadigan maskanlarda yong'in xavfsizligi qoidalariga qat'iy amal qilishini ta'minlash. Ikkinchi yo'nalish yozgi dam olish mavsumida oromgohlar, sanatoriyalar va boshqa dam olish maskanlarida yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha profilaktik tadbirlarni kuchaytirish. Uchinchi yo'nalish o'rmon fondiga kiruvchi obyektlarni yong'indan muhofaza qilish, tabiatni asrash va ekologik barqarorlikni saqlash. To'rtinchi yo'nalish turar joy fondi obyektlarida yong'in xavfsizligi choralarini kuchaytirish, aholi o'rtasida tushuntirish ishlarini olib borish. Hurmatli fuqarolar, bu tadbirlarda faol ishtirok etish, yong'in xavfsizligi qoidalariga qat'iy amal qilish har birimizning fuqarolik burchimizdir. Yodda tutish kerakki, yong'in tasodif emas, balki e'tiborsizlik oqibatida yuzaga keladi. Shu bilan birga taqiqlangan joylarda cho'milish nafaqat qonunbuzarlik, balki o'zingiz, yaqinlaringiz, ayniqsa farzandlaringizning hayoti va sog'lig'iga jiddiy xavf tug'dirishi mumkin. Shu bois cho'milish mavsumi davomida barcha xavfsizlik talablariga qat'iy rioya qilishingizni tavsiya etamiz. Biz barchangizdan ushbu muhim tavsiya va qonunchilikda belgilangan talablarga jiddiy va mas'uliyat bilan yondashishingizni so'rab qolamiz.